Beg tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Beglikdan asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llariga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshagan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam ochilgan, yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perişan oldi edi. Bir chog'da men tarafga sal yangishib turib, Mustafa, sence beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Sualning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boribdi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan beg deganing o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. men sukut bilan saqlab turardim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqalarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqalarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yo'midan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toj yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xorliqdan boshqani bilmaydi. Beg qasrga nihoyat perişan oldi kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har saha yurt cho'nglari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari ham qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Beg, Azbatlar, nerede yıkılgan bo'lsak shu yerdan dast turishimiz kerak. Qanday qilib? Beg Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib yilqi pada taqadigan cho'pon xotinimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayat qolsak, ana shu chaqda xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam bosh ko'rishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yuriymiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda. Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin beg tamkin kulimsirab turib, men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. O'limalardan biri nido qildi. Alloh o'zing bor. Beg qaytirib, Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi, dedi. Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin? Pichirlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va o'sharlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Әтсе Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordim. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligining qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi.
Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi, begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat ketmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqni amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqatildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Onunğa tegmeymen dada, qandaqmı sizlarga itaat qilish bedeliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir, dedi. Allah o'zlarining shunday qilishlarini xohlaydi qizim. Allah faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrli ishlab o'ylaganimizning xayrli bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha, Senden ada juda boldum, qaysırdimmi ada juda boldum, meni ketgil qo'y, dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarini silab turib, Çin böğürlerinin arasından qandaq chiqib keturlar, dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining "Ishni ochqin qizim" deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan maarlagan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bar kuchi bilan ittirib boshladi. Xanjar qizning ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va Xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bichar qumul xalqi shaharning qalbidan barg'ansir yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq bo'ston bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqolarida soqollarini ko'z yoshlari bilan yuvayotdi. Baq qasrini bundaq baxsadatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik ayibini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaklık qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq palvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kelib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldangishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona örf adetlerining bo'yin turqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy yal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu tangni deydim. Onam ko'zlari yoshlangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqaqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammi o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli Turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona örf odatlarning tuganligi uchun ishlayli. Ulug'lik, azizlikning biz o'zimizga, insonlarga xos bo'lib, ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Hojiniyaz Hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana biraylarning tutqoq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tekbir 4-chi qatim to'linish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi.
Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toaplari qasrning har tarafida sunaylanib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va saqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xada qilib tikitishga, yo qacholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilib silanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Bek maydonning o'rtasida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yoshlanayotdi. Qizi aniq keldi. Bek qizini mehr bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni bek deyoladigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi. dedi. Bek kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha bek bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashimayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'lgicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan bek yashab, bek peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olayman", dedi.